Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, qadrdonlar, aziz muxlislar, san'at shaydolari barchalaringizga xayrli oqshom, xayrli kech deb qolaman. Hozir aytib beradigan qo'shig'im musofirchilikda yurgan Varashilov Beshkent Varashilovdan Fatish akamning talabiga binoan shu insonni umri uzoq bo'lsin, farzandlarining rohatini ko'rsin. Ota-onasi kamolini ko'rsin. Fatish aka, ishlaringizga omad, sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Iloyim musofirchilikda yuribsiz. Tuproq olsangiz oltin bo'lsin aka. Meni ashaddiy muxlisim shu Fatish akani talab va istagiga ko'ra shu qo'shiqni aytib beraman. Yoqsa huzur, yoqmasa uzr. Sizlar bilan yana bir bor Gulmira Yoqubodiyoni bo'ldi. Yana bir bor mana ashaddiy muxlisim Fatish akaga do'stlari, qadrdonlari va ota-onasi erkalashib Fatish deb chaqirar ekanlar. Shu nom bilan aytdik. Sizlar bilan yana bir bor men Gulmira Yoqubodiyoni. Qani ketdik. Fatish akam sog' bo'lsin, ey bola. Sevgimiz o'ylamadi qilib menga jafoni, gaplarim tinglamadi bilsa-da shu xatoni, ko'zlarim ko'rsamadi mehr nima vafoni, vaqtmani aldadi, sevgimiz o'ylamadi qilib menga jafoni, gaplarim tinglamadi bilsa-da shu xatoni, ko'zlarim ko'rsamadi mehr nima vafoni, vaqtmani aldadi. Yuragim yaraladi, qalbimni paraladi, hayolimdan ketmaydi ko'zlarini qaralari. Yuragim yaraladi, qalbimni paraladi, bevafo bo'lib chiqdi, yar bo'lisha yaramadi. Yuragim yaraladi, qalbimni paraladi, hayolimdan ketmaydi ko'zlarini qaralari. Yuragim yaraladi, qalbimni paraladi, bevafo bo'lib chiqdi, yar bo'lisha yaramadi. Hey bola! Musofirchilikda yurgan Fatish akamiz sog' bo'lsin. Hey bola! Sevgimiz arasında dolup ketdi gumonlar, vaqtani bevafo deb aytgan edi odamlar. Yo'llarim yurib quloq eshitmagan yolg'onlar, bir sani yamonlar. Sevgimiz arasında dolup ketdi gumonlar, vaqtani bevafo deb aytgan edi odamlar. Yo'llarim yurib quloq eshitmagan yolg'onlar, bir sani yamonlar. Yuragim yaraladı, qalbimni paraladı, hayolimdan ketmaydi ko'zlarini qaralari. Yuragim yaraladı, qalbimni paraladı, bevafo bo'lib chiqdi, yar bo'lisha yaramadi. Yuragim yaraladı, qalbimni paraladı, hayolimdan ketmaydi ko'zlarini qaralari. Yuragim yaraladı, qalbimni paraladı, bevafo bo'lib chiqdi, yar bo'lisha yaramadi. Hey bola! Mana shu qo'shiq, mana ashaddiy muxlisim Fatish akamning talabiga binoan. Hey bola! Yuragim yaraladı, qalbimni paraladı, hayolimdan ketmaydi ko'zlarini qaralari. Yuragim yaraladı, qalbimni paraladı, bevafo bo'lib chiqdi, yar bo'lisha yaramadi. Yuragim
Yana bir bor Fatish akamizga sog'lik, salomatlik, ishlariga omad tilab qolaman. Siz bilan Gulmira Qobodiyoni bo'ldi.